Nima uchun ba'zi doktorlar bovoqlarning qadam harvisi ishlatishni tavsiya qilmaydi? Intayin ko'p oilalar yangi tug'ilib cho'ng bo'layotgan bovoqiga eng yaxshi imtiyozlarni tayyorlab berishga tirishadi. Yaqinqi zamonlarda intayin moda bo'layotgan qadam o'g'inish harvisimi mushlarning birisi hisoblanadi va ota-onalar eng yaxshi, eng qimmat bo'lgan qadam harvisini bovoqiga elib beradi. Ammo bolalar doktori, bo'libmi bolalar menga kasalliklari, doktorlari bovoqlarning qadam harvisi ishlatishini jismoniy taraqqiyotga ziyonli deb qaraydi. Chunki bu harvilar bolaning tabiiy mengish jarayonini kechiktiradi va tamponliq saqlash qobiliyatini ojizlashtiradi. O'milash bosqichining atlab o'tib ketilishi mengining moslashchanligiga passiv ta'sir ko'rsatadi. Qadam harvisi palampaydan tushib ketish yoki kuyib qilishdek xatarlik voqealarni ko'paytirib o'tadi. Bola harva ichida put uchida mengishga odatlanib qoladi. Bu ahvol put muskullarining benormal yetilishini keltirib chiqaradi. Shunga ota-onalar bolaning tabiiy o'milishiga va erkin harakat qilishiga sharoit yaratib berishi kerak. Buningdan sirt eng muhim bir nuqta put uchida mengish ba'zida menga falashligi yoki autizmga o'xshash nerva kasalliklarining signali bo'lishi mumkin. Agar bovoq 5-6 oylikdan keyinmi qo'ltiqdan tutib dasatkizib sinaganda, doim putning uchida dassa va ya mengishni o'rgangandimi putning uchida mangsa, vaqtida mutaxassis doktorga ko'rinish tavsiya qilinadi.